Diqqat aholi uchun tezkor xabar. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, bir dona like bosib qo'yishni unutmang. 16 apreldan 23 aprelga qadar ob-havo prognozi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 16 aprelda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 23 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. 20 va 21 aprelda ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 16-17 aprellarda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 18dan 23 aprelga qadar yog'ingarchilik kutilmaydi. 20 va 21 aprelda ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikkacha esishi mumkin. Toshkent va Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 16-17 aprelda yomg'ir yog'adi. 16 aprelda ba'zi joylarda kuchli yomg'ir yog'ishi mumkin. Ayrim joylarda momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 23 aprelda ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikkacha esishi mumkin. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 16 va 17 aprellarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Andijon va Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 16 va 17 aprelda yomg'ir yog'ishi mumkin. 18 va 19 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. 23 aprelda ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Respublikaning tog' va tog'oldi hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Baland tog'li joylarda qorga aylanishi ham mumkin.